Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Google Sheet bilan Telegram botni integratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Bunda botning vazifasi nima bo'ladi? Google Sheet'dagi tug'ilgan kunlarni tekshiradi. Agar shu tug'ilgan kunlar bugungi sana bilan bir xil bo'lsa, shudek ism familiyani olib, GIF va tabrik yo'llaydi Telegram guruhi. Xo'p, birinchi navbatda men Telegram guruh ochdim. Hozir Telegram tug'ilgan kun degan bu bot bu. Yokina. Telegram guruh bir dona uchaslik bor. Hop. Endi bot ham ochib olish kerak. Bunda bot ham kerak bo'ladi. Sizlar bot fazerga kirishsiz. Shu bot fazerdan kirib, bu yerda komanda berasizlar. Hozir ochib qo'yibman. Komanda new bot bo'ladi. New botda misol uchun test adi, botni adi, keyin botni username tug'ilgan kun demandan bastimizcha bot. Bo'ldina botimiz ochildi. Sizlarga shu linki bilan buradagi API kerak bo'ladi. Xo'p, endi ishlatamiz. Keyingi navbatda bitta skript yozilgan kodni ko'ramiz. Kodni ko'rish uchun расширение app script. Xo'p, bu yerni endi biz tahlab chiqishimiz kerak. Bu yerda o'zgaradigan joylari bor. Bu yerda var data. Bu D2dan D4da bu sanalarni tekshiradigan ustun. Lekin bu yerda D ustun yo'q, S bor. Sana tanlaymiz. Bu yerda hozir S2dan S'gacha bu degani S2 ustun S2 qatordan boshlab pasadin sanalarni tekshiradi. Keyingisi bizga token kerak bo'ladi. Bot tokeni. Buni Telegramdan olamiz shu bot tokeni. Men hozir bu yerda ochib qo'yibman shu tug'ilgan kun test bot degandan buni API ni olaman. Tokenni keyin ben o'tib shu yerga tashlayman. Undan keyin menga chat ID kerak bo'ladi. Chat ID esa ben o'taman deyman. Bu yerda chiqib turadi ID. Sizda chiqmasligi mumkin. Shundaysa men iOgram ishlataman, Telegram emas. iOgramni skachat etib olaman desangiz, Telegram kanalimda bor. Shu videoni tagina silkani berib ketaman. Agar bu yerda sizda oddiy Telegram bot turib, iOgramni skachat etib o'tiribman desangiz, ben o'tib Chromedan web Telegramga kirasiz. Web Telegramga kirib, shuda app bölümü turadi. Shu app bo'lishi kerak. K bo'lsam o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyin gruppangizga kirasiz. Ya'ni yopiq guruhga kirsangiz shuda yuqorida shu backslashdan keyin chiqadi o'zi. -100 deb boshlaydigan chat ID. Shuni olasizlar. Menda hozir bu yerda bor. Buni ko'paylayman. Bu yerdagi chat ID ni tashlab beraman. Agar sizlarda yopiq guruh emas, ochiq guruh, publichniy guruh misol uchun tug'ilgan kundan guruh bo'lsa, bu nechik bo'ladi? Bunda buni o'chirasidan boshqa qo'shtirnoq ochasiz. Qo'shtirnoq ochib yozasiz. Kichikcha bilan yozasiz bunda. t.mi degan bilan yozilmaydi. Kichikcha bilan misol uchun tug'ilgan kundan guruhingiz bor shunday. Shu guruhni shu narsani yozib qo'yasiz. Keyin shu guruhga yangi botni qo'shib qo'yishingiz kerak admin etib. Hozir admin etib qo'shishni ham ko'rsatib o'taman. Menda hozir yopiq guruh bo'lgani uchun shunday ko'rinishda turadi. Buradagi oxirida saqlanishni bosib ketishimiz kerak. Xo'p, bu yerda yana tabriklar bor. Keyin pastda giflar bor. O'zingiz ham o'zgartirsangiz bo'ladi buni. Xo'p, saqlanishni bosdim. Endi Telegram guruhiga o'tib, botimni qo'shaman. Bot fazerga kirib, buni ko'paytirib olaman. Tamam. Upravlение группаga kirib, doğru administratorga giramandan добавить administrator. Yani botni tashlab beraman, tug'ilgan kun. Okey, bu yerda разрешить beraman ikkisini ham. Keyin закрыть. Сохранить. 316 868. Bo'ldi, botni qo'shdim. Xo'p, botni qo'shdim. Endi admin etdim. Bu yerdan saqlanib etdim. Endi bu yerda tug'ilgan kunni yozish kerak. Misol uchun, bugun 8-noyabr 2005-yil bo'lsa, bu yerdan saqlanib выполнить. Endi shuda hozir
Разрешить so'raydi. Bir de разрешить berib ketish kerak. Proверить разрешение pochtangizni tanlab berasiz. Shunday oyna chiqsa, bu yerda дополнительные настройки bosib, pastda перейти на страницу проект без названия. Shuna bosasiz, bu yerda keyin 2 dona галочка bosib ketishingiz kerak bunga. Выбрать все deb qo'yasiz va продолжить. Shu bilan kod ishga tushdinglar. Endi kod tugadi. 1 sekundda tugadi. Endi hozir Telegram guruhimizga o'tsak, bizlarga gif kelgan bo'ladi. Tabrik bilan o'sha alomayni. Mana shu ko'rinishda. Xo'p, agar bu yerda shuning insonlardan 4-5 dona bo'lsa, hammasini yuboradi. Выполнительni bosaman. Mana kelib turibdi. Ism, familiyalar boshqa. Xo'p. Endi mana har safar girib bosish shart emas. Bunga trigger qo'shib qo'yasiz. Trigger nishadagi bir vaqtda, shu vaqtning ich aralig'ida bu kodni ishga tushiradi, tekshirib ko'radi. Shunday sanalarni tekshirib ko'radidan keyin agar shu sanalar bilan bugungi sana to'g'ri kelsa, Telegram guruhiga shunday tabriklarni yuboradi. Trigger qo'shish bedagina shu belgini ustidan bossangiz, yana trigger deb chiqadi. Bedan keyin pastdan добавление триггера shuni bosasiz. Bu yerda o'zingizning funksiya adini tanlab turibdi. Hop, bu yerda приоткрыть emas, bu yerda trigger по времени tanlaysiz. Undan keyin bu yerda выберите тип триггера chiqadi. Bu yerni по часам emas, по дням har kuni tekshirish kerak. Vaqti, misol uchun 8 dan 9 gacha. Shu aralıqda tekshiradidan kodni ishga tushiradi. Keyin kod esa sanalarni tekshirib, agar to'g'ri kelsa, shu yana Telegram guruhiga yuboradi. Yana o'zi triggerimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda shuni сохранить bosib qo'yasiz. Endi bu har safar bosish shart emas, o'zgartirgan vaqtingiz bosishingiz kerak buni. Hop, buni endi o'chirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda endi sanalarni shunday tekshirib turib, har kun azonda tekshirib, shu Telegram kanali, gruppama xabarlarni yuborib turadi. Bu sheetni ссылкасini tashlab qo'yaman guruhga. Doğrusu shundan girib, faylga girib, создать kopiya etasiz. Kopiya etganingizdan keyin o'zi ishida avtomatik shu koddan chiqib turadi. Lekin trigger chiqmaydi. Bu yerda trigger chiqmaydi, kuru kodi chiqadi. Siz o'zgartiradiganlaringiz shu ustunni o'zgartirishingiz mumkin. Agar sanangiz boshqa ustunda turgan bo'lsa, botingizni API'ni o'zgartirasiz, tokenni, keyin chat ID'ni o'zgartirasiz. Keyin сохранить bosasiz. Bo'ldi. Ishlatib ko'rasiz. Bir guruhga, ya'ni botingizni qo'shganingizdan keyin bu yerga sanalarni yozgandan keyin ishlatib ko'rasiz. Ishlasa zo'r. Agar muammo chiqsa, menga yozsangiz bo'ladi. O'zim ko'rib beraman.